Assalomu alaykum. Bu yangiliklarimiz ijtimoiy tarmoqlardan olingan. Bu ogohlikka chaqirish va ehtiyot bo'lish uchun. Boshqalarga ham yetkazib qo'yinglar. Shu holga tushmaslik uchun va shu narsalar bo'lmasligi uchun. Chunki aytadi-ku, og'zi pishgan qatiqni ham puflab ichadi deb. Ko'p vatandoshlarimiz O'zbekiston va qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston insonlar Rossiyaga borib ishlashga va ko'proq pul topishga harakat qilyapti va buni orqasida ham qiyinchiliklar bor. Bilamiz, tushunamiz. Hujjat olish, hujjat soxta yoki soxta emasligiga aldanib qolish yoki qaysidir joyga yurgan paytda politsiyalar bilan militsiya to'qnashib, ya'ni bir-birini tushunmay qolish, shu kabi holatlarga tushib va o'z bilmagan holatda jinoyatchi bo'lib qolayotganlar ozgina emas. Chunki urushga yuborish yo'llarini har taraflama o'zlari va boshqalar bilmagan holatda urushga yo'llanib qolyapti. Ko'pga tushib o'tirmaslik uchun ehtiyot bo'lgani yaxshi. Rossiya Ukraina urushida qatnashish uchun shartnoma imzolagan qashqadaryolik yigit 8.240.000 so'm jarimaga tortildi. Nimaga va nima uchun? Rossiya Ukraina urushida ishtirok etish uchun shartnoma imzolagan qashqadaryolik yigit sud hukmi bilan jarima jazosi qo'llandi. Aniqlanishicha, 1998-yilda tug'ilgan bu qashqadaryolik yigit 2025-yilning mart oyida Rossiya Federatsiyasiga borib 3 oydan ortiq vaqt davomida yo'llanma ishchi sifatida ishlagan. 8-iyul kuni u yashash qoidalarini buzgani hamda tegishli hujjatlariga ega bo'lmagani sababli politsiya xodimlari tomonidan ushlangan va bir kun davomida qamoqda saqlangan. Mahkamaga olib borgach, meni so'roq qilishdi. Rus tilini bilmaganim uchun qiynalib javob berdim. Shunda menga ular jazodan ozod bo'lishim uchun Rossiya Ukraina urushida qatnashishni taklif qilishdi. Javobgarlikdan qo'rqib, Mudofaa vazirligining 1 yillik harbiy xizmat shartnomasini imzolashga majbur bo'ldim. Shundan keyin meni Xanti-Mansisk shahrida joylashgan harbiy poligonga yuborishdi, deydi qashqadaryolik yigit. Poligonda harbiylar uni olib ketayotgani, ota-onasiga qo'ng'iroq qilib urushga olib ketishayotganini bildirdi. Ular unga bir ilojini qilib qochish kerakligini aytishgan. Shundan so'ng harbiy mashg'ulotlar davomida poligondan qochish yo'llarini izlagan va nihoyat 8-avgust kuni harbiy poligondan qochishga muvaffaq bo'lib, 15-avgust kuni Moskva shahriga yetib kelgan hamda O'zbekiston